Hammaga salom bilaman, Mahmud Gamer. Bugungi videoda men mana bu uy va moshina qurish ekan. Men ozgina ancha o'ynayapman, shunga sal kuchayganman. Katta tepaga qarab, hozir o'tib chiqish kerak. Ular bir ko'proq tushib ha biz mashinamiz ham bor, hozir ko'rsataman. Mana mashinam. Hello YouTuberlar, bugün sizlar bilan men yangi o'zimga uy qurdim. Pullarimga o'zimda chiqqan va bu yoqda darvozalar. Obunachilar, o'zlaring yaxshimisizlar? Mana uylarim. Qo'ydim, qizil, anakay. Tinka tasham qurib qo'ydim. Mana bu yoqlarga narsalarimni so'laman. Bu yoqqa bunday uyib qo'yamiz, fotolar. Anakay, foto qo'yayapman. Fotomga ochiladi bular. Salom sizlarga Mahmud Gamer. Bugungi videoda digital epic narsa sotadigan mod oldim. Bu yoqda materialga uchradik. Bu yoqda redolar qilasi ham bor ekan. Chiqamiz tepaga. Bir izmur topaylikcha. Qishloqlardan narsa sotib olish kerak. Epic narsalarda. Bizim olacak. Anakay. Hammaga salom, sabırlayın. Bugungi videoda futbol o'ynayman. Komandamni to'g'rilab oldim. Mana. It's a close game. Can he make the difference? Good interception. Di Maria. Really good possession here. Well, an eventful first half here with one team a player down. The other team will want to take full advantage in the second half.